إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakoti bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugün biz 39. çoğun günah xiyonet hakkında to'xtalib o'tamiz. Xiyonet hakkında to'xtalib o'tamiz. Allah Teala Anfal suresinin 27. ayetinde mundaq deydi. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ey iman keltirgan mu'minlar, Allohga va uning rasuliga xiyonat qilmanglar dedi. Sizlar bilib turib, sizlarga qo'yilgan omonatga xiyonat qilmanglar dedi. Sizlar bilib turib, sizlarga qo'yilgan omonatga xiyonat qilmanglar dedi. Vahidi rahimahulloh mana bu oyatning sababi nuzuli haqida mundaq deydi. Ya'ni bu oyat nima sababdan nozil qilingan, tushirilgan? Bu oyat deydi Abu Lubaba haqida, Abu Lubaba ismli bir sahabi haqida nozil qilingan dedi. Çünkü onu Peygamber aleyhisselam Bani Qurayza kabilesiga elçi qilib o'vatgan. Peygamber aleyhisselam Bani Qurayza kabilesini qo'rshib olganda Abu Lubabani ularga elçi qilib o'vatgan edi. Çünkü Abu Lubabaninki ayoli va bola chaqalari mana shu Bani Qurayza kabilesida asirga ilingan edi. Bu Abu Lubaba ana şu Bani Qurayza kabilesiga, yani bular Yahudlardan iborat kabila. Peygamber aleyhisselam Yahudlarga nihoyatda ko'p yaxshiliklarni qildi. Ammo ular to'xtamasdan Peygamber aleyhisselamga yomonliklarni qilishga boshladi. Boshlavadi, shuncha yaxshilik qilaversa ham yomonliklarni qilaverdi. Oxir oqibatda bular bilan urush e'lon qilganda mana bularni bir qal'aga qo'rshib olgan. Shuning bilan bular bilan sulh nima qilish maqsadida, suhbat qilish, sulh qilish maqsadida Abu Lubabani Bani Qurayza qabilasiga elchi qilib avatgan edi. Ular Abu Lubaba elchi bo'lib kelgandan keyin aytdikanki, bizga ular nima jazo berdi ay Abu Lubaba deb so'raganda Abu Lubaba ishorat bilan aytdikanki, ya'ni sizlarni o'ltiradi. Taslim bo'lsanglar o'ltiradi. Shuning uchun taslim bo'lmanglar degan ma'noda ishorat bilan ularga xabar berdi. Ya'ni bu Payg'ambar alayhisolamningki maslahatini sahobalar bilan qilgan istishorasini mana bu Abu Lubaba Yahudiylarga oshkoralab qo'ydi. Mana bu esa
Abu Lubabaning Alloh taolo va uningga qilgan xiyonati hisoblandi aziz qarindoshlar. Mana bu Abu Lubaba tarafidan Alloh taolo va uning payg'ambariga qilingan xiyonat edi aziz qarindoshlar. Mana bu omonat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytdi ekanki, qanday qilib inson Alloh va uning rasuliga xiyonat qiladi degan mana bu oyatni haqida tafsiri qilib Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytdi ekanki, Alloh taolo bandalarga omonat qilingan amal, ya'ni farz amallar nazarda tutiladi deydi. Ya'ni Alloh taolo insonlarga qanchalagan farz amallarni qilishga buyurdi. Ammo insonlar ming afsuski, qanchalagan insonlar bor o'zini men musulmonman deydi, ammo Alloh buyurgan amallarni ado qilmaydi. Ado qilmasligi bu insonning Allohga qilgan xiyonati hisoblanadi aziz qarindoshlar. Mana bu Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni insonlar mukammal bir ravishda shartlari bilan, arkonlari bilan kamaytmasdan ado qilishi lozim aslida. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, qanchalagan insonlar Alloh taolo buyurgan farz ibodatlarni joy-joyiga keltirmaydi, ado qilmaydi. Mana bu orqali insonlar Allohga va uning rasuliga xiyonat qilgan bo'ladi aziz qarindoshlar. Alloh hammamizni Allohni yaxshi ko'radigan, Allohning buyurgan ibodatlarni joy-joyida bajaradigan va amal qiladigan insonlardan qilsin aziz qarindoshlar. Kalbi aytdi ekanki, Alloh va uning rasuliga xiyonat qilish deganlik Alloh va uning rasuliga osiylik qilish demakdir deb tafsir qilgan ekan bu oyatni. Alloh va uning rasuliga osiylik qilish deb tafsir qilgan ekan. Alloh taolo yana Yusuf surasining 52-oyatida mundaq deydi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va annalloha la yahdi kaydal xoinin. Alloh taolo xoinlarning hiyla-mikrlarini hargizmi muvaffaqiyatga erishtirmaydi deydi. Xoinlar qandaq hiyla-mikrlarni ishlatsin, Alloh taolo ularning hiyla-mikrlarini hargiz muvaffaqiyatga va g'alabaga erishtirmaydi aziz qarindoshlar. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Har zaman Alloh taolo mu'min musulmonlar bilan birga. Agar ular haqiqiy mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, Alloh va uning rasulining aytgani bo'yicha, Alloh va uning rasulining aytgani bo'yicha hayoti dunyoda yashab, amal qilib yashaydigan bo'lsa, Alloh har zaman shu mu'min musulmonlar bilan birgadir. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi ekanki, Bismillahirrohmanirrohim. Va antumul a'launa in kuntum mu'minin dedi. Ey mu'minlar, sizlar har zaman üstün kelasizlar agar sizlar haqiqiy mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsanglar dedi. Agar biz haqiqatan ham Alloh va uning rasulining buyrug'ini bo'yicha yashaydigan bo'lsak, biz hech qachon xor bo'lmaymiz. Buning misoli payg'ambar alayhisolamning sahobalaridir. Sahobalar hech qachon mag'lub bo'lmadi, hech qachon xor bo'lmadi. Dunyoda aziz bo'lib ketdi, oxiratdagi bo'lsa, uningdan ham aziz bo'ldi aziz qarindoshlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadislardan birida mundaq deydi. Ayatul munafiqi thalathun. Munafiqning alomati 3 dir deydi. Iza haddasa kaziba, agar u gap qilsa yolg'on qo'shib gap qiladi deydi. Va iza wa'ada akhlafa, va'da bersa xiloflik qiladi deydi. Va iza u'tumina khana, amonat qo'yilsa xiyonat qiladi deydi. Mana bu 3 turlik sifatlar munofiqning sifatidir aziz qarindoshlar. Mana bunday sifatlardan Alloh hammamizni o'zi asrasin. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida yana mundaq deydi. La imana liman la amanata lahu.
Amanatga rioya qilmagan kishining iymoni yo'qdir dedi. Wala dina liman la ahda lahu. Va'dasiga vafo qilmagan dini yo'qdir dedi. Va'dasiga vafo qilmagan kishining dini yo'qdir. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi zamonda kaskanmas va'dalarni berib qo'yamiz. Bu va'daning nima ekanligiga diqqat ham qilmaymiz. Ming afsus, va'dimizning huddisidan chiqolmay qolamiz. Bundaq narsadan Allohning o'zi asrasin. Nima bo'lishdan qat'iy nazar va'da bermaylik. Va'da berar ekanmiz, mana bu va'dimizning ustida turmog'imiz, bu va'daning ustidan chiqishimiz lozim aziz qarindoshlar. Innal ahda kana mas'ula dedi. Mana bu berilgan va'dadan biz so'ralamiz aziz qarindoshlar. Va'daga qachonki va'da berar ekanmiz, bu va'daga amal qilishimiz lozim. Biz bolalarimizga va'da berib qo'yamiz. Bolam sen undaq qilsang, mundaq qilaman. Ma'ashni mundaq qilsang, men u yerga olib boraman. Sen ma'ashni mundaq qilsang, men imtihondan o'tsang yoki yaxshi o'qisang, men senga unda narsani olib beramiz deymiz. Bu va'da bu. Oddiysi masalan. Mana bu o'g'limiz mana bu ishni bajargandan keyin nima bo'lishidan qat'iy nazar biz mana shu so'zimizning ustidan chiqishimiz lozim aziz qarindoshlar. Mana bu narsalar hozirgi musulmon dunyosida ko'p uchraydigan ishlardan biri. Ammo xristian dunyosida oladigan bo'lsak va boshqa g'ayri dinlarni oladigan bo'lsak, ular mana bu va'daga bakmu amal qilar ekan. Va'dasining ustidan chiqadi ekan. Buning naqadar bir echinarliq ish ekanligini tushunib yetishimiz lozim aziz qarindoshlar. Sahobalar har zaman bergan va'dasining ustida turgan edi. Ular hech qachon va'dasiga vafosizlik qilmagan edi aziz qarindoshlar. Mayli oddiy ish bo'lsin, mayli bir cho'ng va'da bo'lsin, albatta bu va'daning ustidan chiqishimiz mu'min musulmonlar uchun bakmu foydali, bakmu ahamiyatlik, bakmu muhim ishlardan biri aziz qarindoshlar. Mana bundaq ishlarga sar qolmasligimiz lozim. Alloh hammamizni va'dasiga vafo qiladigan mu'min musulmon bandalaridan qilishini chin dilimizdan tilaymiz aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislaridan birida aytadi ekanki, "Addil amanata ila man i'tamanaka." Amanatni ado qilgin dedi. Kim sana amanat qo'ygan bo'lsa, uning amanatini egisiga topshirgin. "Va la takhun man khanaka" dedi. Sana kim xiyonat qilgan bo'lsa, sen uningga xiyonat qilmagin dedi. Birisi sana xiyonat qilgan bo'lsa, sen uningga xiyonat qilmagin. Bir vaqtida siz bir insonga amanat qo'ygan edingiz, ammo u inson sizning amanatingizga xiyonat qilgan edi. Kunlarning birida bu inson sizga bir amanat qo'yishga majbur bo'lib qoldi-da, sizga amanat qo'ydi. Siz o zaman o'z vaqtida sen mening amanatimni xiyonat qilgan eding, amanatimni yivagan eding, endi bu mening qo'limga tushdi deb siz o insonning amanatiga xiyonat qilmasligingiz lozim aziz qarindoshlar. Siz ham xiyonat qiladigan bo'lsangiz, u bilan sizning orangizda nima farq qoldi? U bilan sizning orangizda nima farq qoldi? Hech qanday bir farq qolmadi-ki. U bilan sizning orangizda farq qolishi uchun siz uningki amonatiga xiyonat qilmasligingiz lozim. Bu bakmi amonatga xiyonat bakmi ig'ir gunohlardan biri aziz qarindoshlar. Bakmi ig'ir gunohlardan biri. Nima bo'lishdan qat'iy nazar hech qanday holatda, har qanday holatda biz amonatga xiyonat qilmasligimiz lozim aziz qarindoshlar. Oldin ham aytib o'tgan edik, payg'ambar alayhisalom hadislardan birida aytadi ekanki, "Yatba'ul mu'min ala kulli shay'in illa al-xiyanata wal-kizb" deydi. Mu'min musulmon har qanday bir gunohni qilib solishi mumkin deydi. Ammo xiyonat degan gunohni qilmaydi, yolg'on so'zlash degan gunohni qilmaydi deydi. Ya'ni bu narsa bakmoni. Masalan, zina qilib qolishi mumkin. O'g'irlik qilib qolishi mumkin. Mu'min musulmon bo'lgan holatda.
Ammo mu'min musulmon bo'lgan holatda bu inson hargiz va hargiz xiyonat qilmaydi, hargiz va hargiz yolg'on gap qilmaydi. Bu ikkisining o'rni islomda bakmi muhim aziz qarindoshlar. Bu ikkisining yolg'on so'zlash va omonatga xiyonat qilish, mana bu ikkisining o'rni islomda alohida o'rin tutadi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida aytadi ekanki, hadislardan birida mundaq deydi. Bu hadisi quddus ekan. Yaqululloh, Alloh taolo mundaq deydi. Ana thalisu sharikayn ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Ikki dona sherik bir-biriga xiyonat madamiki xiyonat qilmaydigan bo'lsa, men u sherikning uchinchisiman deydi. Ikki dona sherik bir-biriga xiyonat madamiki xiyonat qilmaydigan bo'lsa, uning uchinchisi menman deydi. Madamiki uning uchinchisi Alloh bo'ladigan bo'lsa, bu insonlarning kasb-koriga Alloh bakmi barakat beradi. Bu insonlarning ishlariga Alloh taolo bakmi baraka azim ato qiladi. Shuning uchun mana bu sherik tijorat qiladiganlar va ikki inson o'zaro bir-biri bilan ahd paymon qilishgan bo'lsa, mana bu ahd paymonida sodiq qoladigan bo'lsa, bu ikki insonning uchinchisi Alloh taolodir deydi. Shuning uchun mana bu narsalarga alohida diqqat qilmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Va hadislardan birida aytiladi ekanki, avvalu ma yurfa'u minan nasi al-amana. İnsanlardan ahir zamanda birinchi bo'lib ko'tarilib ketadigan narsa omonatdir deydi. Ya'ni ahir qiyomat yaqinlashganda, ahir zaman yaqinlashganda insonlar orasida omonatga xiyonat qiladigan ishlar bakmi avjab ketadi ekan. Omonat qo'ysa, omonatni nima qiladigan, saqlab beradigan insonlar yo'qolib ketadi ekan aziz qarindoshlar. İnsanlarning orasidan birinchi bo'lib omonat ko'tarilib ketadi deydi. Va axiru ma yabqa as-salat deydi. Va hammadan keyin qoladigan narsa namoz deydi. Hammadan keyin qoladigan, oxir qoladigan narsa namoz qoladi deydi. Va rubba musallin la khayra fihi deydi. Qanchalagan namoz o'qiydigan insonlar bor, ammo ularning o'qiydigan namozlarida hech qanday xayr yo'qdir deydi. Namoz o'qiydigan insonlar bak mujiq bo'lishi mumkin, ammo o'qiydigan namozda hech qanday xayr yo'qdir deydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi. Qiyomat kuni omonatga xiyonat qilgan kishi keltiriladi deydi qiyomat kuni. Qiyomat kuni hayoti dunyoda omonatga xiyonat qilgan kishi keltiriladi deydi. Va unga addil amanata deb aytiladi ekan. Sana hayoti dunyoda omonat berilgan edi, mana bu omonatni endi ado qilgin egisiga deb aytiladi deydi. U inson bo'lsa, anna ya Rabb, men qandaqmi ado qila olay bu omonatni Alloh taolo deydi. Bu dunyo hayoti dunyo emaski, vaqat zahabatad dunya. Dunyo ketdi, mol dunyo degan ketib qoldi, qo'limda hech narsa yo'q. Bu oxiratki bu. Mol dunyo yo'qki qo'limda. Men qandaq qilib ham ado qilay buni deb aytadi ekan bu inson. Shunda u insonga aytadi ekanki, fatumisla lahu ka hay'atiha yawma akhadaha fi qa'r jahannam. Hayoti dunyoda bu omonatni qandaq olgan bo'lsa, u insonga mana bu omonat do'zaxning eng tegida hayoti dunyoda qandaq olgan bo'lsa, shu peti mana bu omonat ko'rsatiladi ekan u insonga. Va aytiladi ekanki, inzil ilayha fakhrijha. Ashaga tushkinki, ana sening olgan omonating shu edi. Ashaga tushkinki, u omonatni sen olib chiqqan deb aytiladi ekan. Bu esa qayer edi? Do'zaxning eng tegi edi. Hayoti dunyoda bu omonatni qandaq olgan bo'lsa, ana shu holatda qilib ko'rsatiladi ekan. Ana sen olgan omonat edi, ana shu omonatni olib chiqqin deb aytiladi ekan. Tushkin ashaga u omonatni olib chiqqin deb aytiladi deydi. Shuning bilan bu inson ana shu joyga tushadi va bu omonatni do'lisiga qo'ygan holatda ko'tarib olib chiqadi deydi.
ko'tarib olib chiqadi. Va bu amonat do'lisiga qo'yganda dunyo tog'laridan ham nihoyatda ig'ir holatda tuyuladi. Bu nima degan? Aslida bu amonat bakma yengil edi. Ammo bu inson bu amonatni do'zaxdan olib chiqayotganda, u inson go'yoki butun dunyo tog'larini yelkisida, do'lisida ko'tarib olib chiqayotgandek nihoyatda ig'ir tuyuladi deydi. Axir oqibatda bu inson mana shu do'zaxdan olib chiqib, endi ha qutuldim, olib chiqdim degan vaqtning o'zida mana bu inson mangulikka do'zaxga tashlanib ketadi deydi. Do'zaxga haydaladi. Endi olib chiqdim, of deyishi bilan mana bu insonni do'zaxning qa'riga tashlanib ketadi deydi. Bu dunyoda o'tin to'lamasa bu amonatni, Alloh taolo u dunyoda ana shu do'zaxning tagidan olib chiqishga majbur qiladi ekan aziz qarindoshlar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu hayoti dunyoda qandaq bir inson yana bir insonga amonat qo'ygan bo'lsa, bu amonatga hargizmi xiyonat qilmasin aziz qarindoshlar. Hargizmi xiyonat qilmasin. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zini davom qilib yana mundaq dedi. As-salatu amanatun dedi. Namoz bu amonatdir. Alloh taolaning bandalarga qilgan bergan amonatidir. Yani 5 vaqt namoz o'qishga buyurilganmiz. Mana bu farz namozlarni ado qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Chunki bu Allohning amonati. Agar buni amonatni ado qilmasak, amonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Val vudu'u amanatun dedi. Taharat amonatdir dedi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zining davomida. Taharat amonatdir dedi. Shuning uchun taharatni Payg'ambar alayhisalom qandoq olgan bo'lsa, ummatiga qandoq ko'rsatgan bo'lsa, shu holatda nihoyatda qoida qonunlarga rioya qilgan holatda elishimiz lozim aziz qarindoshlar. Val vaznu amanatun dedi. Jin taraza amonatdir dedi. Yani bununla xiyonat qilmasligimiz lozim. Jin kelganda to'g'ri tatib berishimiz kerak. 1 kilo bo'lsa 1 kilo tatib berishimiz kerak. 800 gram, 900 gram bermasligimiz kerak. 1 metr bo'lsa 1 metr tatib berishimiz kerak aziz qarindoshlar. 90 santa, 98 santa berishga bo'lmaydi. Agar bundaq beradigan bo'lsak, biz amonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Val kaylu amanatun. Ölçemek amanettir dedi. Ölçeş amanettir. Ölçigende hem biz lillah ölçüşümüz lazım aziz qarindoshlar. Mana bularning hammasi amonatdir. Va so'zining oxirisida aytadi ekanki, a'zamu zalik kullahu al-wada'i'. Mana shularning yuqorida bayon qilganlarimizdan eng ig'iri insonlarga qo'ygan amonatidir dedi. Ya'ni bu narsadan ham ig'iri insonlarga qo'ygan amonatidir dedi. Sizningki masalan biz namozlarimizni joyida o'qimayotgan bo'lishimiz mumkin. Ammo buni aslida to'g'ri o'qishimiz, mukammal ravishda o'qishimiz, Allohga xushu va huzu holatda o'qishimiz kerak edi. Bu holatda o'qimayotgan bo'lishimiz mumkin. Ammo buni Alloh taolo kechiradi. Biz tavba tazarruq qilib ketadigan bo'lsak. Ammo bir insonning hayoti dunyodagi mal mulkiga xiyonat qiladigan bo'lsak, amonatiga xiyonat qiladigan bo'lsak, buni Alloh taolo afv qilmaskan aziz qarindoshlar. Taki o inson bizdan rozi bo'lmagicha Alloh taolo siz haj qilgan taqdirda ham aziz qarindoshim sizning gunohingizni afv qilmas ekan. Ya'ni bu qul haqqi, kishilarning haqqi, bandichilik haqqi deyiladi. Bandichilik haqqini mana shu dunyoda bandilardan kimga nima yo'l bilan biz bir insonga zulm qilib qo'ygan bo'lsak, ana shu insondan hayoti dunyoda rozilik elib ketishimiz kerak. Xuddi Payg'ambar alayhisalom vafotidan oldin sahobalardan rozilik elib ketganidek, biz ham mana shu hayoti dunyoda kimga zulm qilib qo'ygan bo'lsak,
kimning haqqini yeb qo'ygan bo'lsak, ana shu insondan rozilik elib ketishimiz lozim. Aks holda o inson bizning qiyomatda bizning hayoti dunyoda qilgan name amallarimizdan, savob ishlarimizdan elib oladi-da, savob ishlarimiz tugab qolgan taqdirda o insonning gunohi bizning ustimizga yuklanadi-da, oxir oqibatda bizning boradigan joyimiz dozaq bo'lib qolishi mumkin aziz qarindoshlar. Mana bundaq azoblarga biz bardosh bera olmaymiz aziz qarindoshlar. Allah hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Qul haqqidan Allohning o'zi asrasin. Amonatga xiyonat qiladiganlardan Alloh taolo bizni aslo qilmasin. Hamma amonatlarni joy-joyida ado qiladigan solih bandalardan qilishini yaratgan zotdan tilab qolamiz. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayr, aman bo'linglar aziz qarindoshlar. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي